yomon bola bo'lma deb ota-onalar bolasiga aytishadi. Lekin yomon bola so'zi bor-ku, bu fantom so'z. Bu tushunarsiz so'z. Yomon bola bo'lma degan. Kim uchundir yomon bola bo'lma, bu degani gap qaytarma kattalarga. Kim uchundir yomon bola bo'lma, kimgadir qo'l ko'tarma. Kimnidir urma, kimnidir so'kma, kimgadir yomonlik qilma degan ma'no. Yomon bola bo'lma degan so'zni ma'nosi yo'q. Shuni anglab yetish kerak. Va aniq o'sha muammosi bormi, kamchiligi bormi? O'shanga to'g'ridan to'g'ri qarash kerak. Ota-ona xavotir olyapti. Bolasini ko'chaga chiqaryapti yoki qarindoshini to'yiga jo'natyapti. Jo'natishdan oldin, "Hey, menga qara, eshit gapimni. To'yda yomon bola bo'lmagan." degan bilan u bola yomon bola bo'lmaslik qanaqa bo'lishini bilmaydi. Agar to'g'ridan to'g'ri to'yga ketyapsan, to'yda ortiqcha har xil shirinliklarni yeb tashlama. Kamroq yegin, kamroq yegin. Chunki senda allergiya bor shirinlikka. Birpasda tomog'ing og'rib qoladi. Deyish bu to'g'ri. Konkretlashtirish kerak. Har bitta gapirmoqchi bo'lgan gapingizni konkretlashtirishingiz kerak bola uchun. Bola uchun yomon bola bo'lma degan so'z tushunarsiz so'z. Hattoki sizga ham yomon odam bo'lmang degan so'z tushunarsizroq bo'lib tuyuladi, to'g'rimi? Nima demoqchi yomon odam bo'lmang degan? Men yaxshi odamman deb har bir inson o'zini egosini himoya qiladi. Umumiy qilib gapirmasdan ota-onalar farzandingizga nimanidir talab qo'yyapsizlarmi? O'shani konkretlashtiringlar. Aniq bo'lsin talabinglar. Общий so'zlar bilan bo'lmaydi, tushunmay qoladi bola. Aniq va to'g'ri bo'lsin so'zinglar. Misol uchun, farzandinglar kechga qolyapti yoki ketyapti qaqqadir, kechga qolma, kechga qolsang o'ldiraman deydi, to'g'rimi? Shuni o'rniga, bolam, kechga qolsang telefon qilib qo'y. Qattaligingni aniq biling. Men sendan xavotir olaman. So'zi bor. Kechga qolsang o'ldiraman so'zi bor. Yoki cho'kib ketsang o'ldiraman deydi-yu, cho'milishga ketayotganda ruxsat so'ragan. Shunaqa bu so'zlar noaniqlik. O'shaning uchun aniq so'zlarni ishlatishga, aniq talablar qo'yishga o'rganinglar.